shuni ko'rsating, bularni. Ha, bularni ham ko'rsataman. Mana yerga tevaga beton quyishadi-da, hozir sement quyishadi. Sement quyishib, mana shu yerda suv to'la turadigan bo'ladi. Endi mana yoqqa baylab ketiladi. O, qora qo'qtiga olib ketiladi-da suv ana turban bilan. Ko'rdingmi? Ichkanga. Ichkangami? Mana yerda tozalashyapti. Sizlar ana qizil turadi, o'sha yerdan u yog'ini 10 metr qilsanglar bo'ldi tepaga. Ha, o'sha yerga. Bo'ldi, mana shu. Ha, qo'yavering o'sha yerdan tashdan. 1 metrga qo'ying. Toshdan haydayver. Ha. O'sha nari terak bor, o'shuni tuziga kelib qolsa bo'ladi. Onga 1,5 bo'ladi-da. O'sha yerda rezervuar bo'ladi. Buloq suvi shu yerda zapas bo'lib turadi-da.